Xam xiyal. Xam xiyal talımı tatlıq boludu. O balalıq dünyasının beziki. Biroq xam xiyaldan uyg'ongan chaqda og'zimizda qaladig'ini xuddi navat yeb uxlab ats uyg'ongan bolaning og'zida qag'inidek achchiq tam bo'ladi. Undaqda hikoyamizga kelaylik. Biz endi mana bu bola to'g'riliq to'xtalamiz. Turmushni o'tin kesib setib qandaydigan bu bolaning kunlari har doim xam xiyal ichida o'tar ekan. Kellarning bir kuni nayt ko'p boyliq uchrab, tasaddurlik katta boyga aylanib ketaman-go degan tatli xiyollar bilan hech qanday ishni astoydil qilmaydi ekan. Har qanday ishlarni aplab-saplab o'tkazib yetadi ekan. Mana shu taqdimi bu bola oldimga bir sandiq pul uchrab qolsa, bu pullarni qanday xarjlasam bo'la degandek sherin xiyollar ilkida jangalga o'tin kesish uchun ketayotmoqda. Mana bugun bu bolaning xiyol qilganidek oldiga bir narsa uchrabdi. Voy, o nima? Voy, to'shqankan bu. Voy, mana qarab bir obdan o'lja oldimda turmamda, ha? Men ahmoqmi, kunda tong saharda o'rmonlikqa kelib o'tin kesib kash qaytib, uni setib topgan ozg'ini pul bilan tirikchilik qilaman deb qiynalg'icha, hozir musha to'shqanni tutib olsam, bozorga olib satsam, puliga bir to'xu olsam. O tuxumni rasa kakilsa, shuncha jiq tuxumlarni kurik tuxuga bostirib bersam, tuxumdan chujilar chiqsa, chujilar cho'ng bo'lganda setib bir qo'y olsam, olgan qo'ylarim keyin-keyinidan tug'ib ko'payversa, cho'ng bo'lganda u qo'zlarni setib rasa kelishgan bir ot bilan samagan bir kala olsam, ot kala o'ynib molvaran padi bo'lib ketsa, bir qismini setib qo'ro joy olsam, yana bir qismiga yer elib dehqonchilik qilsa, bug'doylarim o'xshab qo'g'in tavuz meyvichi bilan pishib ketsa, atam bilan anam yaraysan o'g'lim deb ketadi-da. Voy, ist, to'shqanni qachirib qo'ydim-da. Bo'shroq vaqasam bo'pti ekan. Ay, ist. To'xta. Men har doim mushunaq ahmoqona xiyollar qo'ynimga g'arq bo'lib yuraveramda-man. O'ylab baqsam, menga amaliyotda buningdanmi yaxshi fursatlar ko'p uchirgan-ku. Lekin men bu fursatni ching tutdimmi? Ching tutmadim. Quruq ham xiyolni qilib, amaliy ish qilmadim-ku. Shundaq turib, yana kimdan og'rinaman? Shunga mushkunga qolgan odamman. Bo'ldi bas. Hozirdan boshlab shu shirin xiyollardan o'yg'onay. Amaliy ish qilib, jafoliq tirishay. Faqat tirishsamla yaxshi kunga erishamaydiganligimga qat'iy ishonmayman. Shuningdan boshlab bu bola shunday tirishchilik bilan ishlabdiki, uzun qolmayla shu yurtdagi katta boylarga aylanibdi. U boy bo'lgandan keyin kambag'al yetimlarni yelabdi. Maktab soldirib, ilm ma'rifat tarqitibdi. Adam bu dunyoda ham xiyolli surib, aksicha bir harakat qilmasa, o'ychining o'yi tugamas, beshidan g'emi degandek ish bo'ladi.